Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu mavzu aytish mumkinki, har birimizga, mamlakatimizdagi deyarli har bir oilaga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi paytlarda jamoatchilik orasida juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan, ko'plab savol va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarayotgan yangi ro'yxat haqida to'liq har tomonlama ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizning oilangiz ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblansa, davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordamlardan foydalanayotgan bo'lsangiz yoki kelajakda shunday imkoniyatga ega bo'lishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun mo'ljallangan. Bugungi ma'lumotlar sizning va yaqinlaringizning kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zga e'tibor bering. Chunki bu yerda siz kutgan savollarga javoblar bor. Va albatta hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun juda qadrli va bu kabi muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling. Avvalo ushbu yangi ro'yxat paydo bo'lishining sabablarini, uning mohiyatini va eng muhimi uning bizning kundalik hayotimizga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq tahlil qilib chiqaylik. Bilasizki, avvalgi tizimda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni aniqlash va ularga davlat tomonidan moddiy yordamlar, subsidiyalar yoki boshqa turdagi imtiyozlarni berish tartibi nisbatan soddaroq va ba'zan biroz umumiyroq mezonlarga asoslangan edi. Ko'pgina hollarda oilaning jami daromadi, oila a'zolari soni va ba'zi minimal yashash sharoitlari inobatga olingan holda qaror qabul qilinardi. Bu tizim o'z davrida juda ko'plab oilalarga yordam berdi va o'zining ijobiy samaralarini berdi. Lekin shuni ham tan olish kerakki, ba'zan bu soddalik turli xil tushunmovchiliklarga, adolatsizliklarga yoki hatto suiiste'molliklarga ham yo'l ochib berardi. Ba'zi hollarda haqiqatan ham muhtoj bo'lgan oilalar turli sabablarga ko'ra yordamdan chetda qolib ketishi mumkin edi. Yoki aksincha, aslida yordamga ehtiyoji bo'lmagan oilalar ham turli yo'llar bilan imtiyozlarga ega bo'lish hollari kuzatilardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, shaffof va eng muhimi manzilli qilishga intilmoqda. Ya'ni yordam aynan unga haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga yetib borishini ta'minlash asosiy maqsad qilib qo'yildi. Ana shu maqsad yo'lida Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan tasdiqlangan va biz hozir yangi ro'yxat deb atayotgan yangi tizim joriy etildi. Bu yangi tizim ijtimoiy himoyani ta'minlashda avvalgidan ko'ra chuqurroq, kengroq va ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Eng katta o'zgarish shundaki, endilikda oilalarning ijtimoiy holatini baholashda faqatgina ularning rasmiy daromadlari emas, balki boshqa bir qator omillar ham, jumladan oilaning mulkiy ahvoli, bankdagi omonatlari, avtotransport vositalarining mavjudligi, qishloq xo'jaligi yer uchastkalaridan foydalanish holati, hatto oila a'zolarining bandlik holati va ularning rasmiy yoki norasmiy daromadlari hamda boshqa noan'anaviy mezonlar ham jiddiy tahlil qilinadi. Bu degani, endi sizning arizangizni ko'rib chiqishda faqatgina pensiya daftarchangiz yoki maosh varaqangizgina emas, balki uy-joy mulkingiz haqidagi ma'lumotlar, avtomobilingiz bor yo'qligi, hatto mol qo'yingiz soni kabi ko'plab detallar ham ahamiyatga ega bo'ladi. Ushbu yangiliklar jamiyatda juda katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda, chunki ko'pchilik bu o'zgarishlarni tushunishda qiynalmoqda. Ba'zilar buni qattiqlashuv deb qabul qilsa, boshqalar adolatli tizimga o'tish deb baholamoqda. Mening vazifam sizga bu o'zgarishlarning asl mohiyatini tushuntirishdir. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Keling, ushbu yangi ro'yxatning har bir bandini iloji boricha batafsil ko'rib chiqamiz. Shunda siz kimlarga ushbu o'zgarishlar ta'sir qilishini va kimlar uchun deyarli hech narsa o'zgarmasligini aniq tushunib olasiz. Bu ro'yxat avvalgi tizimdan tubdan farq qiladi. Chunki u nafaqat rasmiy ma'lumotlarga, balki oilaning real turmush sharoitlariga, iqtisodiy faoliyatiga va mulkiy ahvoliga chuqurroq nazar tashlaydi. Birinchidan, oilaning daromadlari. Avvalgi tizimda asosan rasmiy ish haqi, pensiya, nafaqa kabi deklaratsiya qilingan daromadlar inobatga olinardi. Hozir esa vaziyat ancha murakkablashdi. Yangi tizimga ko'ra, oilaning har bir a'zosining rasmiy daromadlaridan tashqari norasmiy daromad manbalari ham baholashga tortiladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Misol uchun,
agar oilada katta yoshli, mehnatga layoqatli a'zolar bo'la turib, ular hech qayerda rasman ishlamasa va o'z faoliyatini deklaratsiya qilmasa, lekin ularning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi yoki ma'lum bir biznes faoliyatining mavjudligi, masalan, taksichilik, sartaroshlik, hunarmandchilik bilan shug'ullanish aniqlansa, ushbu norasmiy daromad ham umumiy daromadga qo'shiladi. Bu oilaning haqiqiy iqtisodiy holatini aks ettirishga qaratilgan harakatdir. Deylik, Sardor akaning oilasi avvaliga kam ta'minlanganlar ro'yxatida bo'lgan, chunki uning rasmiy daromadi minimal darajadan past edi. Ammo endi agar uning xotini kichik do'konida norasmiy ravishda savdo qilib yaxshi daromad topishi aniqlansa yoki Sardor akaning o'zi tez internet orqali xizmat ko'rsatib pul topsa, ularning umumiy daromadi qayta hisoblanadi. Bu holatda ularning kam ta'minlanganlik maqomi bekor qilinishi yoki berilayotgan yordam miqdori kamayishi mumkin. Ikkinchidan, mulkiy ahvol. Bu eng ko'p muhokama qilinayotgan jihatlardan biri. Avvallar oilaning bitta uy-joyi va bitta avtomobili bo'lsa, bu deyarli hech qanday muammo tug'dirmasdi. Endi esa vaziyat boshqacha. Agar oilada bir nechta uy-joy obyektlari mavjud bo'lsa, masalan, ikkinchi uy yoki do'kon, ijara uchun beriladigan kvartira bo'lsa, bu oilaning kam ta'minlanganlik maqomini olishga jiddiy to'sqinlik qilishi mumkin. Hatto agar bu mulkdan daromad olinmasa ham, uning mavjudligi oilaning iqtisodiy barqarorligini ko'rsatuvchi omil sifatida baholanadi. Masalan, Dilorom opaning oilasi kam ta'minlangan deb hisoblanardi. Ammo ma'lum bo'lishicha, uning qishloqda yashamaydigan o'g'lining nomida shaharda ikkinchi bir kvartira bor va u yillar davomida ijaraga berib kelingan. Ushbu yangi ro'yxat bo'yicha bu kvartiradan olinayotgan ijara daromadi yoki hatto olinmayotgan bo'lsa ham, uning mavjudligi Dilorom opaning oilasini kam ta'minlanganlar ro'yxatidan chiqarishga asos bo'lishi mumkin. Xuddi shunday avtomobil masalasi ham. Agar oilada bir emas, ikki yoki undan ortiq avtomobil mavjud bo'lsa, ayniqsa yangi va qimmat modellar bo'lsa, bu ham oilaning ehtiyojmand emasligini ko'rsatuvchi belgi bo'ladi. Misol uchun, Komil akaning oilasi avvalgi tizimda yordam olardi, lekin endi uning oilasida qimmatbaho yangi rusumdagi ikki avtomobil borligi, garchi ular rasman uning nomida bo'lmasa-da, oilaning umumiy ahvolini baholashda hisobga olinadi. Bu ma'lumotlar avtomatlashgan tizim orqali ichki ishlar organlarining ma'lumotlar bazasidan olinadi. Uchinchidan, bankdagi omonatlar va qimmatbaho qog'ozlar. Bu oldin deyarli hisobga olinmasdi. Hozir esa agar oila a'zolarining bank hisoblarida ma'lum bir miqdordan yuqori bo'lgan, masalan, belgilangan minimal ish haqi miqdorining 7 baravaridan ko'proq pul mablag'lari yoki qimmatbaho qog'ozlar mavjud bo'lsa, bu ham ularning ijtimoiy yordamga muhtoj emasligini ko'rsatishi mumkin. Bu albatta pensiyalar yoki oylik maoshlar saqlanadigan hisoblarga taalluqli emas. Balki investitsiya maqsadida yoki shunchaki jamg'arma sifatida saqlanadigan katta miqdordagi mablag'larga Nigora opaning oilasi avval kam ta'minlangan deb hisoblanib, doimiy ravishda yordam olardi. Biroq yaqinda uning nomida bankda katta miqdordagi depozit mavjudligi aniqlandi. Bu pul uzoq yillar oldin meros bo'lib qolgan va unga tegishli. Yangi qoidalar bo'yicha bunday miqdordagi mablag'ga ega bo'lgan oila endi kam ta'minlangan maqomini yo'qotishi mumkin. To'rtinchidan, qishloq xo'jaligi yer uchastkalari va chorvachilik qishloq joylarda yashovchilar uchun bu ayniqsa muhim. Agar oilaning qishloq xo'jaligi yer uchastkalari bo'lsa va ulardan samarali foydalanilmasa, lekin shu bilan birga uchinchi shaxslarga ijaraga berib daromad olinayotgan bo'lsa yoki aksincha yer uchastkasidan umuman foydalanilmasa, ammo oila o'zini ham ta'minlangan deb hisoblasa, bu ham yangi baholash mezonlari doirasiga kiradi. Chorva mollari soni ham ahamiyatga ega. Agar oilada ma'lum bir sondan ortiq chorva mollari, masalan, 20 boshdan ortiq mayda shoxli yoki 5 boshdan ortiq yirik shoxli mol bo'lsa, bu oilaning o'z-o'zini ta'minlash salohiyatini ko'rsatadi va ijtimoiy yordamga muhtoj emasligiga ishora qilishi mumkin. Misol uchun, Jumaniyoz amakining oilasi katta va avval doimiy nafaqalar olib kelgan. Ammo yangi tekshiruvlar natijasida uning hovlisida 30 bosh qo'y echki va 6 ta sigir boqilishi aniqlandi. Jumaniyoz amakining oilasi endi kam ta'minlangan maqomini yo'qotishi mumkin. Chunki ularning chorvachilikdan olinadigan daromadlari oilaning ehtiyojlarini qondirishga yetarli hisoblanadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Xavotirlanishi kerak bo'lganlar asosan o'zining haqiqiy mulkiy ahvoli yoki daromadlari haqida to'liq ma'lumot bermagan yoki ma'lumotlarda nomuvofiqliklar bo'lgan oilalardir.
shuningdek ilgari sodda tizimdan foydalanib, aslida ehtiyoji bo'lmagan holda yordam olib kelganlar ham ushbu yangi ro'yxat bo'yicha jiddiy tekshiruvlarga duch kelishi mumkin. Agar sizning oilangizda yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga zid bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa, masalan, ikkinchi mulkingiz bor yoki bankda katta miqdorda pul saqlaysiz yoki norasmiy daromadlaringiz yuqori bo'lsa, sizning kam ta'minlanganlik maqomingizni saqlab qolish ehtimoli kamayadi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Asosan, haqiqatan ham kam ta'minlangan, davlat yordamiga muhtoj bo'lgan oilalar xavotirlanmasligi kerak. Agar sizning daromadingiz qonuniy va rasman rasmiylashtirilgan bo'lsa, mulkiy ahvolingiz belgilangan me'yorlarga mos kelsa, bank hisobingizda katta miqdorda mablag'ingiz bo'lmasa va shunga qaramay oilangizning oylik daromadi aholining minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, demak, siz yangi ro'yxat bo'yicha ham ijtimoiy yordam olishga haqlisiz. Yangi tizimning asosiy maqsadi yordamni adolatli taqsimlash. Shuning uchun haqiqiy muhtojlar uchun vaziyat yaxshilanishi kerak. Masalan, Gulnora singlimizning oilasida 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Eri uzoq yillardan buyon kasallik tufayli ishlamaydi. O'zi esa o'qituvchilikdan topadigan maosh minimal darajada. Ularning shaxsiy avtomobili yo'q, qo'shimcha mulki ham yo'q. Bunday oilalar yangi ro'yxatdan o'tishda hech qanday muammoga duch kelmasliklari kerak. Aksincha, ularga ko'rsatilayotgan e'tibor yanada kuchayishi mumkin. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar boquvchisini yo'qotgan oilalar, og'ir kasallikka chalingan a'zosi bo'lgan oilalar uchun ham imtiyozlar saqlanib qolishi va hatto kuchayishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonun yoki nizomda bo'lgani kabi. Ushbu yangi ro'yxatda ham ma'lum istisnolar, kutilmagan vaziyatlar va dastlab ko'zga tashlanmaydigan, lekin juda muhim bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Aynan shu jihatlarni bilish sizni ko'plab tushunmovchiliklardan, asossiz rad javoblardan va ortiqcha sarsongarchiliklardan saqlab qolishi mumkin. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Birinchidan, ba'zi mulk turlari uchun istisnolar. Yuqorida aytib o'tganimdek, bir nechta uy-joy yoki avtomobilning mavjudligi kam ta'minlanganlik maqomini olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Biroq bu qoidaning o'ziga xos istisnolari bor. Masalan, agar sizning nomingizda ikkinchi bir uy-joy mavjud bo'lsa-da, u avariya holatidagi yashash uchun yaroqsiz deb topilgan yoki qishloq joylarda ancha eski, bahosi past bo'lgan uy-joy bo'lsa, bu holatda u sizning ijtimoiy holatingizni baholashda salbiy omil sifatida qabul qilinmasligi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor mulkning bozor qiymatiga, undan daromad olish imkoniyatiga qaratiladi. Xuddi shunday avtomobillar bo'yicha ham. Agar oilada 2 yoki undan ortiq mashina mavjud bo'lsa, lekin ulardan biri yoshi 15 yildan oshgan, texnik holati yomon va bozor qiymati juda past bo'lgan transport vositasi bo'lsa, u ham baholashda inobatga olinmasligi mumkin. Ya'ni avtomobilning shunchaki mavjudligi emas, balki uning holati, yoshi va qadri ham muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, Aziza opaning oilasi yordamga muhtoj edi. Uning eri 30 yildan beri haydagan eskirgan Jiguli avtomobiliga ega edi. Ikkinchisi esa Aziza opaning o'zi uchun sotib olingan yangi Spark edi. Yangi ro'yxatga ko'ra, Jigulining yoshi va qiymati pastligi sababli u oilaning kam ta'minlanganlik maqomiga ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun ham ular yordam olishda davom etishlari mumkin. Ikkinchidan, sog'liq bilan bog'liq vaziyatlar. Agar oila a'zolaridan birida og'ir, surunkali kasalliklar, ayniqsa doimiy parvarish yoki qimmatbaho davolanishni talab qiladigan kasalliklar mavjud bo'lsa, bu ham istisno tariqasida ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday hollarda oilaning rasmiy daromadi yoki mulkiy ahvoli belgilangan me'yorlardan biroz yuqori bo'lsa ham, davlat tomonidan qo'shimcha yordam yoki imtiyozlar berilishi mumkin. Bu yerda tibbiy xulosalar va ma'lumotnomalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Deylik, Shahnoza opaning oilasida barcha mezonlar bo'yicha kam ta'minlangan deb topilish uchun yetarli daromad bor edi. Ammo uning yosh bolasi autizm spektrining og'ir shakli bilan kasallangan bo'lib, doimiy reabilitatsiya va dori-darmonlarga muhtoj. Bunday holatda yangi ro'yxatning o'ziga xos bandiga ko'ra Shahnoza opaning oilasi ijtimoiy yordam olish huquqini saqlab qolishi mumkin. Chunki tibbiy ehtiyojlar oilaning real moliyaviy holatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Uchinchidan, bankdagi omonatlar bilan bog'liq noaniqliklar. Odamlar ko'pincha bankdagi katta omonat degan tushunchani noto'g'ri talqin qilishadi. Yangi qoidalarda ko'pincha aynan bankdagi mablag'larning manbai va maqsadiga e'tibor beriladi.
Masalan, agar omonat sizning ish haqqingiz yoki pensiyangiz bo'lib, u shunchaki hisobingizda vaqtincha turgan bo'lsa, bu muammo tug'dirmaydi. Yoki siz uzoq vaqt davomida ma'lum bir maqsadda, masalan, farzandingizning to'yi uchun yoki uy sotib olish uchun pul yig'gan bo'lsangiz va bu pullarning manbai qonuniy asosda tasdiqlansa, bu holatda ham omonat sizning kam ta'minlanganlik maqomingizga to'sqinlik qilmasligi mumkin. Muhimi bu puldan doimiy daromad olish emas, balki uni ma'lum bir maqsad uchun jamg'arishdir. Misol uchun, Zokir aka 10 yil davomida har oylik maoshidan o'z-o'zidan pul yig'ib, farzandining uyiga boshlang'ich to'lov qilish uchun bankda 1,2 million so'mga yaqin mablag' to'plagan. Yangi ro'yxatdagi mezonlarga ko'ra bu juda katta summa bo'lishi mumkin, lekin Zokir akaning oilasi rasmiy daromadlari past bo'lgani uchun va bu mablag'ning maqsadi aniq belgilangan sababli ular hali ham kam ta'minlangan maqomni saqlab qolishi mumkin. Shuningdek, pul o'tkazmalari orqali xorijdan kelgan mablag'lar ham agar ular bir martalik yordam yoki davolanish uchun bo'lsa hisobga olinmasligi mumkin. 4-dan, norasmiy daromadlarni baholashdagi tuzoqlar. Bu eng murakkab nuanslardan biri. Davlat organlari norasmiy daromadlarni aniqlashda turli usullardan, jumladan soliq bazasidagi ma'lumotlar, mahalla faollari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan berilgan ma'lumotlar, ijtimoiy tarmoqlardagi faollik tahlillari va hatto hududlarga chiqqan holda o'tkaziladigan kuzatuvlardan foydalanishi mumkin. Ammo bu yerda shaffoflik va adolatni ta'minlash muhim. Masalan, agar biror kishi vaqti bilan taksichilik qilib, oilasiga qo'shimcha daromad keltirsa, bu daromad miqdori doimiy va katta bo'lmasa, uni darhol yuqori daromad sifatida baholash noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda norasmiy daromadning barqarorligi va miqdori hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ba'zi hollarda mavsumiy ishlar, masalan, paxta terish yoki bog'chilikda yordam berishdan olingan daromadlar ham hisobga olinishi mumkin. Lekin ularning muddati va miqdori chuqur tahlil qilinadi. Shuning uchun o'zining norasmiy daromadlari bor bo'lgan fuqarolar buni shaffof tarzda e'lon qilishlari va tushuntirishlari juda muhimdir. Aks holda bu kelajakda noto'g'ri qarorlarga olib kelishi mumkin. 5-dan, bandlik holati va uni tekshirish. Yangi ro'yxat bo'yicha mehnatga layoqatli, ammo ishlamaydigan oila a'zolarining bandlik holati jiddiy tekshiriladi. Agar ular ish izlash markazlarida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa yoki ish takliflarini asossiz rad etsa, bu ham yordam berishni rad etishga asos bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda ham istisnolar bor. Masalan, agar oilada nogironligi bo'lgan shaxsga qarash zarur bo'lsa yoki yoshdagi bolalarga qarashga majbur bo'lgan onalar bo'lsa, ularning ishlamasligi tabiiy holat sifatida baholanadi va bu sabab ularga yordam berishni rad etishga asos bo'lmaydi. Bu yerda shaxsiy vaziyatlar alohida ko'rib chiqiladi. Misol uchun, Maftuna singlimiz 2 nafar yosh bolaning onasi bo'lib, katta o'g'li surunkali kasallikdan aziyat chekadi. Uning eri Rossiyada ishlagan va o'z navbatida uzoq vaqt daromad yubormagan. Maftunaning rasmiy ishi yo'q edi. Yangi ro'yxatga ko'ra, Maftunaning ishlamasligi bolalariga qarash zaruriyati sababli asosli deb topilib, uning oilasi ijtimoiy yordam olishga haqli deb topilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, yangi ro'yxatning qoidalari murakkab bo'lsa-da, u ko'plab insoniy va ijtimoiy omillarni hisobga olishga harakat qiladi. Bu yerda shunchaki ha yoki yo'q degan javob yo'q, balki har bir oilaning o'ziga xos vaziyati chuqur o'rganiladi. Shuning uchun agar sizning oilangizda shunga o'xshash noaniq yoki murakkab holatlar mavjud bo'lsa, shoshilmasdan, xulosa chiqarmasdan barcha hujjatlarni va vaziyatni to'liq taqdim etish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Hurmatli do'stlar, endi siz yangi ro'yxatning mohiyatini, uning asosiy mezonlarini va mumkin bo'lgan istisnolarni tushundingiz. Lekin bu ma'lumotlarning barchasi amalda nima qilish kerakligini bilmasangiz, foydasiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun endi men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Agar siz yoki oilangiz ijtimoiy yordam olishni rejalashtirgan bo'lsa, nimalarga e'tibor berishingiz va qanday qadamlarni tashlashingiz kerakligini tushuntiraman. Bu amaliy maslahatlar sizning vaqtingizni, asabingizni tejashga va eng asosiysi maqsadga erishishga yordam beradi. Birinchi qadam ma'lumotlarni to'plash va o'rganish. Birinchi navbatda siz kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam va ijtimoiy nafaqalar tayinlash tartibi to'g'risidagi nizomning yangi tahririni to'liq o'qib chiqishingiz kerak. Ushbu nizom Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan. Siz uni huquqiy portallarda, masalan,
Lexus yoki davlat xizmatlari markazlarining axborot stendlaridan topishingiz mumkin. Bu hujjatda barcha mezonlar, istisnolar va baholash tartibi juda batafsil bayon etilgan. Aynan shu hujjat sizning qo'llanmangiz bo'lishi kerak. Uni diqqat bilan o'qib chiqing. O'zingizga taalluqli bo'lishi mumkin bo'lgan har bir bandni qayd qiling. Agar qandaydir joyi tushunarsiz bo'lsa, keyinchalik mutaxassislardan aniqlik kiritish uchun o'sha bandni belgilab qo'ying. Ikkinchi qadam, oilaviy ahvolingizni xolisona baholash. Endi siz o'z oilangizning haqiqiy ahvolini yangi mezonlar asosida baholashingiz kerak. O'zingizga bir qator savollar bering. Oilangizning barcha a'zolari qanday daromadga ega? Bu rasmiy maosh, pensiya, nafaqa, stipendiya, ijara daromadi. Dehqonchilikdan tushadigan foyda yoki norasmiy faoliyatdan keladigan daromad bo'lishi mumkin. Hatto xorijdagi qarindoshlardan keladigan pul o'tkazmalarini ham hisobga oling. Qanday mulklaringiz bor? Uy-joy, bir yoki bir necha. Yer uchastkalari, avtotransport vositalari, yoshi, markasi, qiymati muhim, yirik chorva mollari soni, sigir, o't va mayda chorva mollari, qo'y, echki soni, o'ti, bank hisob raqamlaringizda qancha mablag' bor? Agar bir martalik katta pul tushgan bo'lsa, masalan, uy sotishdan yoki merosdan uning hujjatli isbotini tayyorlab qo'ying. Oilada mehnatga layoqatli ammo ishlamaydigan a'zolar bormi? Ularning ishlamasligining asosli sabablari bormi? Masalan, bolaga qarash, nogironlik, og'ir kasallik. Agar bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. 3-qadam, kerakli hujjatlar ro'yxatini tayyorlash. Har bir ariza uchun standart hujjatlar to'plami talab qilinadi, lekin yangi ro'yxat sharoitida ba'zi qo'shimcha hujjatlar ham so'ralishi mumkin. Asosiy hujjatlar quyidagilar: pasport nusxalari, oilaning barcha a'zolari uchun. Nikoh guvohnomasi yoki ajrim haqidagi hujjat agar mavjud bo'lsa. Farzandlarning tug'ilish haqidagi guvohnomalari nusxalari, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish joyidan, pensiya jamg'armasidan, bankdan. Agar norasmiy daromadlar bo'lsa, uni tushuntiruvchi yozma bayonot. Mulkiy ahvol to'g'risidagi ma'lumotlar, uy joyga egalik guvohnomasi, yer uchastkasi hujjatlari, avtomobil texnik pasporti. Agar ikkinchi mulk haqiqatan ham yashashga yaroqsiz bo'lsa, bu haqda mahalla fuqarolar yig'inidan xulosa. Nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy ma'lumotnomalar. Agar oilada nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lsa yoki og'ir kasallik mavjud bo'lsa, bank hisob varag'i ko'chirmalari. Agar katta mablag'lar bo'lsa, ularning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi. Mehnat daftarchasi nusxasi agar mavjud bo'lsa va bandlikka ko'maklashish markazida ro'yxatdan o'tganlik to'g'risida ma'lumotnoma agar ish qidiruvchi maqomida bo'lsa. 4-qadam, murojaat qilish tartibi. Hujjatlarni tayyorlab bo'lgach, siz ijtimoiy nafaqalar yoki moddiy yordamni so'rab murojaat qilishingiz mumkin. Bu odatda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki elektron hukumat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPOKGOV uz orqali amalga oshiriladi. Davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilganingizda barcha hujjatlarning asl nusxasini va nusxalarini olib boring. Mutaxassis sizga arizani to'g'ri to'ldirishga yordam beradi va hujjatlaringizni qabul qilib, ularning to'g'riligini tekshiradi. Elektron portal orqali murojaat qilganingizda barcha hujjatlarni skaner qilib, elektron shaklda yuklashingiz kerak bo'ladi. Bu usul vaqtni tejaydi, lekin har bir hujjatning sifati va to'g'riligiga alohida e'tibor bering. Murojaatingiz qabul qilingandan so'ng tegishli vakolatli organlar, odatda mahallaning ijtimoiy xizmatlari vakillari, mutaxassislar oilangizning ahvolini o'rganish uchun uy sharoitlariga chiqishi mumkin. Ular ko'zdan kechirish aktini tuzadilar. Qo'shimcha ma'lumotlarni laydilar va yuqorida aytib o'tganimdek, nafaqat rasmiy, balki norasmiy daromadlar va mulkiy ahvolni ham inobatga olgan holda xulosa beradilar. 5-qadam, natijani kutish va apellyatsiya. Arizangiz ko'rib chiqish muddati odatda 15 ish kunini tashkil etadi. Bu muddat tugagach sizga ijtimoiy yordam tayinlash yoki rad etish to'g'risida xulosa beriladi. Agar sizga yordam tayinlangan bo'lsa, tabriklayman. Endi sizga belgilangan tartibda yordam pullari o'tkazib beriladi. Agar rad javobini olgan bo'lsangiz, sababini aniq tushuntirishlarini talab qiling. Rad javobining asoslantirilganligini sinchkovlik bilan o'rganing. Agar siz rad javobi asossiz deb hisoblasangiz, siz apellyatsiya berish huquqiga egasiz. Apellyatsiya uchun yuqori turuvchi organlarga, masalan, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining hududiy bo'limlariga yoki bevosita sudga murojaat qilishingiz mumkin.
Apellyatsiya berish uchun sizda rad javobi sabablarini inkor etuvchi qo'shimcha hujjatlar yoki dalillar bo'lishi kerak. Bu yerda siz yordamga haqli ekanligingizni isbotlashingiz lozim. Unutmang, bu jarayonlarda shaffoflik va adolatni ta'minlash muhimdir. Agar sizga noqonuniy talablar qo'yilsa yoki nohaqlik qilinayotganini his qilsangiz, zudlik bilan Adliya vazirligi, prokuratura organlariga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qilish huquqiga egasiz. Ma'lumotlarning to'g'riligi va to'liqligi sizning asosiy qurolingizdir. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun men siz bilan yangi ro'yxatning har bir jihatini batafsil muhokama qildim. Sizga nimani bilishingiz kerakligi, kimlarning e'tiborli bo'lishi lozimligi, qanday istisnolar mavjudligi va qanday amaliy qadamlar tashlashingiz kerakligi haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qildim. Bu o'zgarishlar avvalo davlatning ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va samarali qilishga qaratilganini tushunishimiz kerak. Yordamga muhtoj har bir oila, har bir fuqaro davlatning diqqat markazida bo'lishi lozim. Eng muhimi, bu yangiliklardan qo'rqish emas, balki ularni o'rganib, to'g'ri tushunib, o'z haq-huquqlaringizni himoya qila bilishingiz kerak. Agar sizda hali ham savollar qolgan bo'lsa yoki aynan sizning holatingiz bo'yicha aniqlik kiritishni istasangiz, iltimos videoning ostidagi izohlarda o'z fikrlaringizni va savollaringizni yozib qoldiring. Men har bir savolga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Unutmangki, sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuningdek, agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu menga keyingi muhim videolarni yaratishga ilhom beradi va bu ma'lumotlarni yanada ko'proq odamlarga yetkazishimga yordam beradi. Sog' bo'ling aziz tomoshabinlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.